Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bu Toshkent Hospital YouTube kanali edi. Bugungi mavzuyimiz endometrioz kasalligi bo'lib va bu mavzu haqida bizga ginekolog, reproduktolog Zarina Xo'jayeva ma'lumot beradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zarina opa, endometrioz kasallik qanday kasallik hisoblanadi? Endometrioz kasalligini oddiy tilda qilib tushuntirganda, bu endometriya qavatiga o'xshagan yana bitta shunga o'xshash to'qima. U mushak orasida bo'lsa adenomyoz deb ataladi, bachadondan tashqarida bo'lsa endometrioz deb ataladi. Masalan, tuxumdonda bo'lishi mumkin, bachadon bo'ynida bo'lishi mumkin, ichaklarga o'sib ketishi mumkin. O'sha har bitta o'simda to'qima endometrioz deb ataladi. Ushbu kasalliklarning dastlabki belgilari qanday bo'ladi? Buni birinchi belgilari bu og'riqli hayz kelish. Qizlik davrida erga tekkandan keyin ham og'riqli hayz bo'lishi mumkin. Hayz davrida qurumga o'xshagan narsa kelishi mumkin. Hayz kelishidan oldin, hayzdan keyin ham qurumga o'xshagan kam-kam ajralma kelib turadi. Bu belgilari keyin ko'pincha ayollarda ko'p hayz ketishi ham bo'lishi mumkin. Shu narsalarga ayollar e'tibor bermaydi. E'tibor bermagandan keyin bu kasallikni o'tkazib olishadi. Bu kasallik ko'pincha bepushtlikka ham olib keladi. Bu kasallikning kelib chiqish sabablari nimada? Hozirgi kunda kelib chiqishi 100% aniq emas. Предполагается, что mana abortlardan keyin, operatsiya o'tkazilganlardan keyin moddalar almashuvi, gormonal o'zgarishi olib keladi endometriozga. Hayz paytidagi kuchli og'riq har doim ham endometrioz kasalligi hisoblanadimi? Hisoblanadi. Har doim qizlardagi belgisi bu kelajakda shunaqa kasallik bo'lishi aniqlangan. Shuning uchun ham hozirgi kunda kim ilmiy ish qilgan bo'lsa, albatta qizlikdan boshlab so'raydi. Hayzi qanaqa kelgan, og'riqlimi, og'riqsizmi, onasida qanaqa kelgan. U hammasi bu birinchi belgilari endometriozda. Ushbu kasallik homilador bo'lishga qay darajada ta'sir qiladi? Hozirgi kunda endometrioz bepushtlikni birinchi sababchilardan biriga kiritilgan. Ko'pincha shunga e'tiborsizlik bo'lganda, e'tiborsizlik qilinyapti. Agar endometriozni vaqtida to'g'ri diagnoz qilib qo'ysak, shu bepushtlikni oldini olgan bo'lamiz. Bu kasallikni umuman olganda to'liq davolash mumkinmi? Hozirgi kunda to'liq davolanish mumkin emas. Chunki biza uni 100% kelib chiqishini ham aniqlamaganmiz, to'g'rimi? Shuning uchun ham davolashim qanday davolanadi? Shu kasallikni yumshatib turishimiz kerak bo'ladi. Keyin, masalan, kim bepushtlik bilan kelgan bo'lsa, oldin endometriozni davolab, keyin ruxsat beramiz homilador bo'lishga. Ayollarimizda ushbu kasallikka chalinish holatlari qay darajada? Hozirgi kunda har bir 7-8 ayolda bu kasallik uchrayapti. Hozirgi kunda juda ko'p bu kasallik. Ushbu kasallikning oldini olish uchun qanday choralar ko'rish lozim? Qanday choralar? Vaqtida ayollar ginekolog nazoratidan o'tib turishi kerak. Qizlar ham. Bizni mentalitetda qizlarni olib kelishmaydi, uyalishadi. Ginekologda davolanish mumkin emas deb. Lekin shu qizlar og'riqli hayzga chidab yuradi. Chidab yurgandan keyin bu kasallikni kuchaytiradi. Kuchaytirgandan keyin ertaga turmushga chiqganda bu bepushtlikka olib keladi. Bu kasallik haqida xalqimiz orasida qanday noto'g'ri fikrlar bor? Bu kasallikda rosa ko'p afsonali fikrlar bor. Nima deb kelishadi? Tug'sam o'tib ketadimi? Tug'sa o'tib ketmaydi. Kuchayishi mumkin. Davolanmasa yana ham kuchayadi. Endometrioz bu rakmi? Endometrioz bu rak emas. Bu rak oldi belgisi degan. Agar ayol vaqtida davolanib yursa, bu hech qanaqa rakka olib kelmaydi. Bor shunaqa ayollarki, umuman ginekolog ko'rikka bormaydi. Ular o'tkazib borgandan keyin u rakka olib kelishi mumkin degan. Lekin u rak deyilmagan. Yana bitta afsonasi, operatsiya qilsak o'tib ketadi deb. Operatsiya qilib bo'lmaydi bu kasallikda, chunki to'qima qay darajagacha o'sib ketgan bilib bo'lmaydi. Ushbu kasallikka chalingan ayollar homilador bo'lish ehtimoli bormi? Ehtimoli bor. Yaxshilab davolansa, sababini bilsa, sababini davolab, endometrioz kasallikni oddiy qilib aytganda tinchlantirsa, shunda homilador bo'lganlar bor. 60-70% ayollar endometrioz kasalligidan keyin homilador bo'lganlar bor. Umuman olganda ayollarda hayz kelish vaqti, mana masalan, kimlardadir oyda 15ida kelib turib, yana 15 kundan keyin bu holat takrorlanadi. Bu holat nimadan kelib chiqadi? Bu gormonal o'zgarishdan kelib chiqadi. Shu narsaga ham ayollar e'tibor bermaydi. Keldimi, keldi bo'ldi. Unga jiddiy qarashmaydi. Agar ayol har doim
o'z menstrual sikliga to'g'ri qarasa, u ham bitta belgi kasallikda. Agar hayz sikli normada 28 kundan kelib, yo 28 kundan 30 kungacha kelsa, bu norma deb belgilangan. Agar oyda 2 marta yoki 40 kunda 1 marta yoki 50 kunda 1 marta kelsa, bu signal yoki og'riqli hayz bo'lsa, bu organizm signal beradi. Signal beradiki, e'tibor ber, manda o'zgarish bor deb. Lekin hozirgi kunda ayollarimiz именно shu kasallikka e'tiborsiz. Hayz ko'rish holatlari kimlardadir 6 kun, 3 kun, yana kimlardadir 10 kundan oshadi. Buning kelib chiqish sababi nimada? Aslida menstrual sikl yozilganki, masalan 7 kungacha norma deb. Lekin ayrim ayollarga shu 7 kun ham ko'p. Chunki bizlarda qancha ko'p qon oqsa, shuncha anemiyaga olib kelinadi. Holsizlik bo'ladi ayollarda. Ko'p kelishi bu yaxshi emas. 10 kundan ko'p bo'lsa, bu yaxshi emas. Bu ayollarda anemiyaga olib keladi, holsizlikka olib keladi. Matkani o'zida ham o'zgarish boshlanadi. Endometriy qavatida o'zgarishlar kelib chiqadi. Agar bu kasallikka e'tibor berilmasa, davolanmasa, ginekologga ko'rinmasa, qanday salbiy oqibatlar keltirib chiqaradi? Agar ayol uzoq vaqt davomida umuman ginekologga bormasa, ko'rinmasa, bu tashxis qo'yilmasa, nima bilan qiynaladi? Birinchisi, ko'p qon yo'qotadi. Og'riq kuchayib ketadi. Og'riqqa chidab bo'lmaydi. Shu darajada kuchli og'riq bo'ladi. Ko'p qon ketadi. Agar davolanmasa, oxirgi yo'li bachadonni olib tashlash bo'ladi. Operatsiya yo'li orqali bachadonni amputatsiya yoki ekstirpatsiya qilinadi. Zarina opa, ushbu kasallikka chalinmaslik uchun qanday maslahatlar berasiz? Masalan, uni oldini olish mumkin yoki bo'lmasam kasallikka chalingan bemorlarni davolash holatlari bo'yicha. Bu kasallikka chalinmaslik uchun birinchidan ayol sog'lom turmush tarzini olib borish kerak. Qizlarni ham uyalmasdan ginekologga olib borishsin. Qizlarning birinchi belgisi og'riqli hayzmi? Bu birinchi belgi olib borishsin, ko'rsatishsin. Chunki bu kasallik gormonal o'zgarishni bir belgisi. Ularga e'tibor berish kerak. Hayz sikliga e'tibor berib yurish kerak ayollar. Bu kasallikka yana chalinmaslik uchun abortni kamaytirish kerak ayollar. Chunki ayollar rosa hozirgi kunda ko'p abort qilishadi. Abortning asorati ko'pincha endometriozga olib keladi. Hayz sikliga har doim e'tibor berib yurgan ayolda endometrioz kasalligi uchramaydi. Zarina opa, sizga rahmat. Azizlar, bu Toshkent Hospital YouTube kanali edi. Ushbu mavzu bo'yicha sizda qiziqtirgan savollar paydo bo'lsa, savollaringizni kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.